Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sankt-Peterburg, Moskva, Sankt-Peterburg yo'nalishi bo'yicha taksi xizmatlari reyslarimiz har kuni bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, mashinamiz Comfort, Kia Optima. 4 kishi bemalol qisilmasdan borib keladi. Adresga kelishilgan narxlarda 4 ta odam qisilmasdan borib keladi. Ichlari keng mashinani pulli yo'llardan yuramiz. Platniy dorogadan dokumenti yo'q bo'lgan yurtdoshlarimiz xudo xolasa qo'ldan kelgancha yordam berib, adresga chiroyli qilib olib boramiz. Sankt-Peterburg, Moskva, Sankt-Peterburg yo'nalishi bo'yicha taksi xizmati bespasredniy o'zimiz voditelimiz. Moskvadan yo'lga chiqdik. Bugun sanamiz xudo xolasa 29-mart. Ketadigan bo'lsalar bemalol telefon qilaverasizlar. Sankt-Peterburg, Moskva, Sankt-Peterburg yo'nalishi bo'yicha taksi xizmati telefon nomerlarini ekranlarga chiqarib qo'yamiz. WhatsApp orqali adresinglarni tashlab berasizlar. Kelishilgan narxlarda adresga chiroyli qilib borib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.